Siz o'zingizni sog'lomman deb hisoblab yurgan bo'lishingiz mumkin, lekin sizni har kunlik qiladigan odatlaringiz sizdagi spermaning sifatini va sonini yetarlicha zararlashi mumkin. Quyida bizning spermamiz sifatini tushiruvchi 5 ta kundalik xatolarimizni sanab o'tamiz. Xo'sh, birinchisi bu chekish. Tamaki mahsulotlarini doimiy iste'mol qilish nafaqat sizning o'pkangizni, balki sperma sifatingizni DNK darajasigacha ta'sir qilishi va DNK fragmentatsiyasini oshirishi, ya'ni sizni spermangiz talabga javob bermaydigan shaklga o'tib qolishiga olib kelishi hozirgi oxirgi tadqiqotlarda tasdiqlanib kelyapti. Ikkinchisi ortiqcha vazn, ayniqsa qorin atrofida yog'larning to'planishi bu organizmda testosteronni miqdorini pasaytiradi, ayollik gormonini oshiradi va shu jumladan spermatozoidlarning ishlab chiqarilishiga yetarlicha ta'sir qiladi. Uchinchisi bu uyqusizlik. Siz 4, 5, 6 soat uyquni yetarli deb bilishingiz mumkin yoki aynan kunduz kuni men uxlab olaman 2-3 soat, kechasi 2-3 soat deyishingiz, ya'ni rejimni o'zgarganlik bo'lishi mumkin. Aynan tungi 6-8 soatlik to'laqonli uyqu sizni testosteroningiz, gormonlaringiz va organizmning gomeostazini normada bo'lishini ta'minlab beradi. Hattoki tungi uyquning bo'lmasligi sizda ortiqcha vaznning kelib chiqishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa sizda tunda ishlab chiqariladigan melatonin gormonini ishlab chiqarishning buzilishiga va tongda ishlab chiqariladigan testosteronning buzilishiga olib keladi. Bu ham spermaning sifatiga yetarlicha ta'sir qilishi mumkin. To'rtinchi usulda noto'g'ri ovqatlanishimiz, ya'ni juda ham ko'p shakar iste'mol qilish, fast foodlar, undagi genetik mahsulotlar, modifikatsiyalangan organizmlardan foydalanishlar va trans yog'larni doimiy iste'mol qilishimiz bizdagi organizmdagi umumiy sistemaga ta'sir qiladi va tabiiy mahsulotning yetishmasligi, shakarning haddan tashqari ko'pligi bizdagi spermatogenezga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Va oxirgisi anabolik steroidlar. Siz kachok bo'laman deb, tezda vazn yig'aman deb anabolik steroidlarni qabul qilishingiz sizga aynan testosteronni yoki tuxumlarni ishlashini stimulyatsiya qiladigan FSG va LG gormonlarini blokadasiga olib keladi. Bu qanday bo'ladi? Siz tashqaridan qabul qilgan anabolik testosteronlar qonda miqdori juda ham yuqori bo'lib ketadi. Siz qabul qilganingizdan keyin organizm bir-biriga nisbatan ishlaydi. Ya'ni bir narsani miqdori kamaydimi, signal boradi kamaydi deb va u signal beradi ishlab chiqarishga. Lekin sizda doimiy juda ham pik, mana bunaqa urovenda turgan vaqtda bu signal kelgan vaqtda shuto ko'radi, organizmda ko'p, yetarli ishlab chiqarish shart emas. Lekin sizdagi bu kurslaringiz 3 oylab davom etadigan kurslaringiz bu signalni polni o'chirib qo'yish ham mumkin va hattoki urug'ingiz 0 gacha tushishi mumkin. Bunaqa bemorlar bizda juda ham ko'p. Paketa qilaman, anabolik bitta kurs olaman, keyin o'sha yuvib tashlayman organizmni deb urug'i 0 ga tushib qolib, buning oqibatida juda ham qiynalib, hattoki juda ko'p kontrolsiz anaboliklarni qabul qilganligi sababli bepusht bo'lib qolgan yoshlarimiz ham juda ham yetarli. Shunday ekan, yuqorida sanab o'tgan zararli odatlardan voz keching, ortiqcha vazndan qutuling, o'z vaqtida uxlang va anabolik gormonlardan voz keching. Va sizda urug' sifatining pasayishi, sonining o'zgarishi bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa yoshlar farzandli bo'lishga qiynalayotganlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Sizning urug' sifatingizni tushish sabablarini aniqlaymiz va o'shanga ko'ra maxsus o'zingizga maxsus bo'lgan davoni qilib urug' sifatini oshirishda yordam beramiz.